Bizda yana bir xushxabar. Zangiota Zamzam sihatgohi sizga yozgi mavsumda o'zining zamonaviy uslubdagi muolajalarini taklif etadi. Qariyb 20 yildan beri o'z faoliyatini olib borayotgan dargohda davolashning xilma-xil usullari qo'llanilmoqda. Zangiota Zamzam sihatgohida balchiq bilan davolash, zarbli to'lqinli davolash, lazerli fizioterapiya, galoterapiya, ya'ni tuzli g'orda to'yingan aerozol havoda nafas olish, sog'lomlashtiruvchi uqalash muolajalari, mineral suvli vannalar, shifobaxsh mineral suvlari, ochiq va yopiq havzalarda ozdiruvchi va tetiklashtiruvchi muolajalar olib boriladi. Bu esa tabiiyki sizni qiynayotgan kasalliklarga shifo topishingizda ko'mak beradi. Shuningdek, bu yerda zamonaviy, shinam va barcha qulayliklarga ega bo'lgan 2 o'rinli yarim lyuks va lyuks xonalar mavjud. Zangiota Zamzam sihatgohining xushmanzara go'zal tabiati, mo'tadil iqlimi, so'lim bog'lari, shifobaxsh mineral suvlari nafaqat yurtimizda, balki qo'shni davlatlarda ham e'tirof etilgan. Manzil: Toshkent viloyati, Zangiota tumani, O'rtaovul qishlog'i. Telefonlar 98 kodi bilan 307 40 10, 307 18 96. Zangiota Zamzam sog'lomlashtirish sihatgohi sizning salomatligingiz uchun qayg'uradi.